bir Mansur degan kishi bo'lgan ekan deydi. U kishi aytadilarki, hech u kishini xafa qilib bo'lmas ekanda. Xafa bo'lsa ham birpas esdan chiqarib yurar ekan. Bir kishi ko'ngilni og'ritib qo'ysa, borsa oldiga, birodar, uzr, boyash ko'nglingizni og'ritib qo'ydik, xafa qildik desa, agar o'tgan ish eslanmaydi deb qo'yar ekan. Tamom bo'ldi, esdan chiqarib yurar ekan. Yana kelib kimdir hamma xafa qilganlar, mashhur gapi shu, o'zbekcha aytganda o'tgan ishga salovat derkanda endi. O'tgan ish eslanmaydi deb qo'yar ekan. Keyin u kishi vafot etdi, vaqt etib deydi. Vafot etganda u kishini bir solih do'stlari tushlarda ko'radi. Tushda ko'rsa, haligi bu chiroyli hayotda turibdi. Nima topding desa, Robbim roziligini topdim, jannatni topdim deydi. Nima bilan topding deydi. Tushda so'rayapti. Alloh taolo meni qarshisiga turg'izdi deydi. Va meni hamma gunohlarimni meni qarshimga qo'ydi. Men o'yladimki halok bo'laman dedi. Tamam dedim. Alloh taolo aytdiki, ey Mansur, o'tgan ish eslanmaydi deb aytdi.